8-martda butun dunyoda xotin-qizlar bayrami nishonlanadi. Lekin bu bayram qanday paydo bo'lganini bilasizmi? Va 8-mart Samarqandda nima bo'lganini eshitganmisiz? 1920-yil 8-mart o'zbek ayollariga bu kun tenglik kuni deb aytiladi. Hozir bu narsani feminizm deyishadi. Va 7 yildan so'ng 1927-yil 8-mart Samarqandning o'rtasida 10 mingtadan ko'proq ayollar o'zlarining hijoblarini yechib butun Samarqand ahliga ko'rsatib, ularni yoqib yuborishadi. 3 oy ichida yana 90 mingtadan ko'proq ayollar bu ishni qaytarishadi va o'zlarining hijoblarini yoqib tashlashadi. Bu bo'lgan vaziyatni hujum deyishadi va bu narsa tarixda qoladi deb o'ylayman. Men 8-mart yomon bayram demayman. Erkak kishi nafaqat 8-mart o'zini ayoliga yoki esa onasiga sovg'a berish kerak, balki ularni har doim xursand qilib, ularga sovg'a berish kerak degan fikrdaman. Bu videoni 8-mart xotin-qizlar bayrami deb yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.